mikrotik qurilmalarni sozlash haqida gaplashamiz. Istalgan mikrotik qurilmasi web interface yoki command stroka, ya'ni terminal orqali sozlash mumkin. Agarda siz mukammal kitobidek sozlayman deydigan bo'lsangiz, Winbox dasturidan foydalanasiz. Winbox bu mikrotikni rasmiy utilitasi, kichkina portativ, rasmiy sahifadan yuklab olasiz, o'rnatasiz va qurilmani ishga tushirasiz. Ya'ni dasturni ishga tushirib, qurilmani ulaysiz. Bu yoqda o'sha GUI interfeysda ochiladi, ya'ni graphical user interfeysda ochiladi. Hammasi qo'l ostida o'sha interfeyslar, bridge, NAT, DHCP, firewall to'liq mikrotik funksionali grafika shaklida ochiladi va siz sozlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qulay, ortiqcha kod qidirib o'tirish kerak emas. Endi savol tug'iladi, qurilmani ochgandan keyin unga IP berilgan bo'lmaydi. Qanday qilib ulayman? Winbox dasturi qurilmalarga MAC adres orqali ulanadi. Qisqasi, loginlar, o'sha konfiglarni hammasini saqlaydi. Undan tashqari backuplarni eksport qilish mumkin. Qisqasi, Total Commander'ga o'xshagan qulay va portativ dastur. Hammasi qo'l ostida. Tarmoq tizim va kiberxavfsizlikka oid foydali ma'lumotlarga ega bo'lib obuna bo'lishni esdan chiqarmang.